Bugungi dasturimizda biz O'zbekistondagi tibbiyot xodimi Abror aka Akmalov bilan suhbatlashamiz. Nima O'zbekistonda hamma kasalmi deganda ham tushuncha bo'lib qoladi-da. Tibbiyot mening og'riqli nuqtalarimdan biri hisoblanadi. Sababi bemorga bemordek emas, ba'zan bir mijozdek qaragandek bo'lib qolyapti. Endi bu yerda to'g'risini aytsam, men shunaqa professorman, men shunaqa kafedra mudiri edim deyishga uyalib yurganman. Nimaga desangiz, Meditsina tekin bo'lmasligi kerak. meditsina tekin bo'lmasligi kerak. Yo'q. Davlat byudjetidan foydalanganda davlat bunaqa narsani ta'minlash juda ham qiyin. Mana shu apteka masalasi juda og'riqli narsa O'zbekistonda. 100% doktor hammasi meditsina rivojlanishi uchun straxoviy meditsinaga o'tilish kerak. Nimaga sarflangan sarf qaytib kelish kerak. Eng asosiylaridan bittasi, yana oldingi intervyularni aytgan, yana qaytarib aytaman, meditsinani o'qitishi 100%. Assalomu alaykum hurmatli O'choq boshi dasturining kuzatuvchilari. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugungi dasturimizda biz O'zbekistondagi tibbiyot xodimi bo'lgan Abror aka Akmalov bilan suhbatlashamiz. Bu kishi nafaqat O'zbekistonda, balki Saudiya Arabistonidagi eng nufuzli tibbiyot muassasalarida uzoq yillardan buyon professor anesteziolog lavozimida faoliyat yuritib kelmoqdalar va suhbatdan unumli foydalangan holda O'zbekiston hamda Saudiya tibbiyoti haqida qisqacha suhbat qilamiz o'choq boshida. Abror aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz bizning kichkinagina bir mo'jazgina oshxonamizga. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Assalomu alaykum. O'choq boshida ko'rsatuvini muxlislari, ko'ruvchilari, mana bizga shunday bir baxt nasib qildiki, hamma butun O'zbekiston emas, butun dunyoga taniqli, mashhur bo'lib borayotgan Bahriddin Chustiy bilan birgaligida taklif qilib qolishdi. Mana bitta o'choq boshida turib nimadir birgaligida pishirish nasib qilgandan juda ham xursandmiz. Suhbatga chorlashgandan ham o'ylaymanki, yaxshi sizga shogird bo'lishga harakat qilamiz. Bugun biz sizga shogirdmiz. Avvalo yana bir bor xush kelibsiz va vaqt topib kelganingiz uchun minnatdorchilik izhor qilmoqchiman. Bugun suhbat chog'ida maslahatlashib, ya'ni suhbatdan oldin maslahatlashib, mavsumdan kelib chiqqan holda behi do'lma qilishni bir fikrlashdik. Xudo xolasa biz bugun Abror akaga, Hoji akamga biz bugun shogirdmiz. Xudo xolasa va bismillah deb ishni boshlasak ham bo'laveradi nazarimda. Inshaalloh, yaxshi. Bo'lmasa go'sht yog'larni siz xo'p bo'ladi. Hoji aka, shu o'rinda Madinadagi faoliyat haqida qachon boshlangan, nimadan boshlangan va nima uchun aynan Madina? Bahriddin 2002-yildan 2010-yilgacha 9 yil davomida hajga, umraga boradigan o'zimizni ziyoratchilarga doktor bo'lib, kuzatib borib, ularning xizmatini qilib, 6 marta haj, 3 marta umraga o'sha 9 yil ichida borib xizmat qilganmiz. Shu paytda Madinada o'tda ko'rib, o'sha yerdagi hayotni, o'tdagi doktorlarni ko'rib, больницаlarni ko'rib, o'sha ishlashlik, o'sha faoliyat yuritishlik bir orzusi bo'lgan. Keyin shundan keyin o'tda ishlash uchun endi ingliz tilini o'rganish kerak ekan. Ozgina ingliz tilini o'rgandik. Ungacha doktorlik dissertatsiyani yoqladik orasida. Keyin shundan keyin 2010-yilda borganda, umraga borganda, o'tdagi o'sha viloyat kasalxonasi bor. O'sha viloyat kasalxonasida keyin borib o'sha suhbatdan o'tib, hujjatlarni topshirib keldim. Shundan keyin 2011-yil dekabrda o'sha yozda chaqirishdi. Hujjatlarni to'g'rilab borguncha o'sha dekabr oyi bo'ldi. 2011-yil dekabrdan boshlab mana hozirgacha endi o'sha viloyat kasalxonasida maslahatchi, konsultant bo'lib, anesteziologiya bo'yicha o'shda faoliyat yuritib turibmiz. Ajoyib havas qiladigan joylar. Biz Abror aka bilan ilk marotaba 2021-yil tanishganmiz. Bularning uylarida ko'p mehmon bo'lganmiz va nafaqat biz, menimcha O'zbekistondan borgan deyarli aksari ziyoratchilar bularning mehmondorchiligidan bahramand bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta bugun bular bilan bir oshxonada ovqat qilib turganimizdan biz xursandmiz. Endi bevosita savol tug'iladi-da. O'zbekiston hamda Saudiya orasidagi
ya'ni Meditsinasi meditsinasidagi farqlari. Ya'ni Ko'pchilik qiziqtiradi. plusi yoki minusi deymizmi? Endi buni bilmayman. Men shu Saudiyaga boradigan bo'lgan paytimda ayrim eshitgan odamlar nimaga endi Saudiyaga bu arab davlatlarida biror narsani rivojlanganini ko'rmaganmiz, qanaqa joy degan gap odamlar ham bo'ldi-da. Ha. Lekin borib o'sha yerga borgandan keyin biz ko'rdikki, Saudiya Arabistoni ham meditsinasi mana shu Yevropa, Amerika standartlari bo'yicha ishlashar ekan ular ham. O'qitish ham xuddi shunaqa. Juda kuchli, yaxshi o'qitishadi. O'sha Yevropa, Amerika standartlari bo'yicha ishlash ham xuddi shunaqa. Eng zamonaviy apparaturalar, eng zamonaviy dori-darmonlardan foydalanishar ekan. Shunaqa bo'ldiki, men o'zim bu yerdan ketgan paytimda kafedra mudiri Toshkent tibbiyot akademiyasida anesteziologiya reanimatologiya kafedrasida mudir edim men. O'sha paytda kafedrada yoqqa borib turib, to'g'risini aytsam, 2-3 oygacha, ayniqsa birinchi oyda men shunaqa professorman, men shunaqa kafedra mudir edim deyishga uyalib yurganman. Nimaga desangiz, ularni ishlatayotgan apparatini men tushimda ham ko'rmaganman. Ularni ishlatadigan dori-darmonlarni kitobda o'qiganmiz, lekin biz ishlatib ko'rmagandik. Uni borib birdan ishlatib ketish, boshqa qilish albatta qiyinroq bo'ladi. Ozgina tushib olish kerak edi. Bir hafta 10 kun bo'lim mudirimiz juda tajribali, yaxshi inson edi. Shu odam har bitta xonada 8 ta amaliyotxonasi bor edi, operatsionni. Har bittasida har kun bir kunda ishlab chiqasiz. O'rganib oling dedi-da. Har kuni konsultantlar ishlaydi har bittasida. Konsultantlar yonida birgalashib narkoz berdik. Yurib haligi apparaturani qanaqa ishlatilyapti, qanaqa dori qanaqa ishlatilyapti, o'shalarni 10 kun davomida bilib oldim men. 10 kun o'shani bilib olguncha men juda xuddi bir hech narsa bilmaydigandek tuyulib turdim, to'g'risi. Keyin 10 kundan keyin haligi narsani bilib olgandan keyin o'sha aytadi, o'rislarning gaplantkada na голову выше deydi-ku. Biz shunaqa bo'lib qoldik qaytamga. Nimaga deganda, ular shu apparaturaga, monitorlarga juda ham bog'lanib qolganda doktorlar. Bizda u narsalar bu yerda monitorlar yo'q edi, apparaturalar yo'q. Qiyinchilik holatda ishlashga biz moslashgandik. Ularda bitta apparaturani biror joy ishlamay qolsa, monitori biror narsasi ko'rsatmay qolsa, xuddi ko'zi yumilib ko'r bo'lib qolgandek yo shoshib sarosimaga tushib qolishardi. Biz unaqa paytda hech narsa o'zimizni yo'qotmasdan Apparaturasiz ishlab, yo apparaturasiz emas, o'sha monitorlarsiz yoki bir anaqasiz, o'sha shunaqa o'zimiz ishlab osonlik bilan qiyin situatsiyadan chiqib ketishga bizada O'zbekistonda bu narsaga doktorlarda moslashish bor-da. Xuddi shu narsa bizga o'tdiki, asqotgan bir necha shunaqa holatlar bo'ldi. O'sha holatlarda men o'zim qanaqa tutib, qanaqa u yerdan chiqib ketganim, kasalni yaxshi qilib olib chiqib ketganlarimni ko'rib, haqiqatan ham qoyil qolib, hayron qolib, tan bergan paytlari bo'ldi. Shunaqa qilib, obro' qozonish, boshqa qilishlarga ham shu katta rol o'ynab qoldi. qoyil. Ajoyib. Men o'zi nimaga haligi O'zbekistonda plusi va minusi deb aniq qildim. O'zi tibbiyot mening og'riqli nuqtalarimdan biri hisoblanadi. Sababi Covid paytida boshimizdan o'tdi. Undan oldingi holatlarda ham biroz pand degan joyimiz bor. Lekin bu degani O'zbekistondagi hamma tibbiyot xodimlari birdek salbiy fikrga sabab bo'ladigan emas. Chunki 50-50 da men shaxsan bu men tajribam. Men tajribamda 50-50 bo'lib qolgan. Ya'ni sovuqqonlik bilan munosabatda bo'lganlar ham bo'lgan, lekin sidqi dildan ishlaganlar ham bo'lgan. O'shaning uchun bu yoqda ham bormi shunaqa masalalar? Misol uchun bunaqa munosabatlar. Shu haqida Avvalasi aytadi-ku, hali guruch kurmaksiz bo'lmaydi deydi-ku eskilar. Xuddi shunga o'xshagan har bir sohada ham o'zini jon dildan ishlaydiganlari bor. Ozgina sal o'sha sohani shu kasb egalarini, boshqalarni uyaltirib qo'yadiganlari ham bor-da. Men sizga to'liq ishonch bilan ayta olamanki, birinchidan 100% doktor hammasi kasalim yaxshi bo'lsin deb harakat qiladi. U dunyoning qaysi burchagida bo'lmasin, har bir doktor meni kasalim shu yaxshi bo'lsin, shuni qanaqa yaxshi qilsam ekan deb harakat qiladi. Yaxshi qila olmaganda, qanaqadir asoratlar bo'lishida ikki xil sabab bo'ladi. Bittasi vrachcha ozgina suiiste'mol qilib o'zini sal sovuqqonlik bilan yondashib qolishi, ikkinchisi bilimini yetarli darajada bo'lmay qolishi. Bilimini yetarli darajada bo'lmay qolishiga ham ikkita narsa sabab bo'ladi. Bittasi uni to'liq xuddi shu bilimni berib o'qita olmaslik, ikkinchisida u bolani o'zini dangasaligi o'qimaganlik. Bizada ko'proq chet elliki bilan solishtirganda shuni tushundimki, bizadagi ayrim doktorlar shu yetarli bo'lmasligida bizani o'qitish sistemasi, o'sha meditsinadagi ham, keyin o'sha apparaturalar, zamonaviy apparaturalar,
zamonaviy dori darmonlarni yetishmasligi ham shu narsaga ozgina sabab bo'ladi. Dori darmon hozir juda ko'p-ku dori Mana darmon. hozir bitta narsani aytaman sizga Bahriddin, qarang. Bizada meditsina, men ketgan paytimda o'sha 2011-yilda meditsina ancha orqada edi. Ha. Ularga nisbatan solishtirganda ancha orqada edik biz. Bularga qachon yetib olardik degandaqa tushunchalar ham bo'lgan. Lekin hozir men oxirgi yillarda O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rib turib, men xursand bo'lamanki, ancha-muncha yetib oldik biz. Juda tez yetib olindi. Nimani hisobiga bo'lganini ham endi o'ylab analiz qiladi baribir odam nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, baribir shuni ichida biz O'zbekistonga jon kuydiramiz baribir chet elda ishlab turgan bo'lsak ham. Boshida men ketgan paytimda O'zbekistondagi xos klinikalarda, частный klinikalar deydi-ku, xos klinikalarda amaliyot qilishlarga, ya'ni operatsiyalar qilishlarga ruxsat berilmagandi. Bir ikkita asoratlar bo'lganini bahonasida bo'ladigan amaliyotlar to'xtatib qo'yilgandi. Hamma amaliyot davlat klinikalarida bo'ladi. Davlat klinikalarini ularni ta'minlash dori-darmon bilan, apparaturalar bilan ta'minlash yetarli darajada emas edi. Lekin O'zbekistonda oxirgi bir necha yillar oldindan, mana shu 2015-2016-yillardan boshlab xos klinikalar faoliyati aktivlashib ketdi. Ularga o'sha amaliyotlar qilish, har xil operatsiyalar, qiyin operatsiyalarni qilishga ham litsenziyalar asosida ishlashga ruxsat berilib, to'g'ri yo'l tutildi. U klinikalar chet ellik apparaturalari, chet ellik dori-darmonlarni olib kelib, o'zlari u pullik bo'lgani uchun, pullik bo'lgandan keyin bu narsa o'z-o'zidan rivojlanishni boshlaydi. Hozir o'sha asosiy O'zbekistondagi rivojlanishga turtki bo'lgan narsalardan bittasida men xos klinikalarni rivojlanishi deb qarayman. Ana o'shalarda hozir qaysi klinikaga borsangiz, dori-darmonlar, unda ishlatiladigan apparaturalar eng zamonaviy, chunki qancha ular sarflasa, shuncha pul ularga keladi. Ular pullik. Ularda bo'layotgan rivojlanish ko'rib, orqada qolib ketayotganini ko'rib turib, davlatni ham o'shanga yetib olishga harakat qilib, uni orqasidan quvishga majbur bo'ladi. Raqobat bo'lib, mana shuni hisobiga hozir men u yoqqa ketganimda qilinmaydigan og'ir katta operatsiyalar hozir O'zbekistonda qilinyapti. Men bundan juda ham xursand bo'laman. Shu o'rinda operatsiya deganingizga savol tug'ildi-da. Biz bundan bir 10 yilcha muqaddam boshimizdan bir jarrohlik amaliyotini o'tkazganmiz, operatsiya o'tkazganmiz. Bu ham tajribadan kelib aytaman. Hayron qolganim, misol uchun deylik EKG yoki bo'lmasam UZI, qanaqadir bir snimka deydi-ku, UZI yoki EKG qilib bir shifokorga, vrachga olib borsak, men bu EKGni yoki bo'lmasam bu snimkani o'qimayman, ko'rmayman. Men palon joyga borasan, o'sha joydagini ko'rganingni, ya'ni o'sha qaytadan tushirib, keyin natija aytaman deb bir necha marotaba shunaqa sarsorganchiliklar bo'lgan. Men bu apparatga ishonmayman, men bu aniga ishonmayman, bor dedim, palon joyda o'tkazib kelgan. Mana shu narsa bu normal holatmi yoki boshqa, ya'ni jahon miqyosidagi tajribada ham bu normal holatmi yoki noto'g'rimi? Endi bir xil narsalar borki, boshqa joyda ham qilganini ham ko'rib, tan olib qilsa bo'ladi. Lekin ko'pchilik holatda o'sha dunyo tajribasida ham agar bu narsa har bir klinika asosan o'zida qilingan tekshiruvlarga ko'proq suyanadi. Chekkadan qilib kelingandan ko'ra o'zida qilingani ko'proq suyanadi, chunki o'zini mutaxassislarini kvalifikatsiyasi, uni qanaqa ko'rib qilib bera olishlariga qarab o'shanga ham qaraydi. Analizlarni ham masalan har xil apparatlar har xil chiqaradi. Mana o'zimizda ham palon joyga borgin, Toshkentda ham shunaqa ekan, hozir men ham ko'rdim-ku, bir ikkita ishimiz tushdi. Palon joyga borgin, u yerda ham juda ham yaxshi qilib beradi, ham juda ham tez chiqarib beradi deb o'sha yerga yuborishadi masalan. Haqiqatan borib o'sha joylarga borib ko'rganda, haqiqatan o'sha joylar yaxshi tez chiqarib berishyapti. Haliga ularni analizini dastavernisiga ham ishonib, shunga doktor aniq qiladi-da. Endi doktorning mas'uliyatida u. Agar masalan doktorning o'zi o'sha tekshiruvlar, o'sha analizlarni javobi bo'lmaydigan bo'lsa yoki ular noto'g'ri bo'lib qolgan bo'lsa, uni taktikasi noto'g'ri bo'lib qoladi. Shuning uchun o'zini to'g'ri hal qilish uchun qiladi. Endi bu yerda to'g'risini aytsam, ikki xil holat bo'lishi mumkin. Bittasida o'sha vrachlar, endi hali aytganimdek 90% dan ko'p vrach bizada O'zbekistonda 90-95% kamida vrachlar juda ham qattiq kasalga yonda qarab, har tomonlama vijdonan ishlaydi baribir. Hali aytganimdek guruch kurmaksiz bo'lmaydi degandek 5%, 10% qanaqadir vrachlarda qanaqadir xatolar yoki bir qo'pol muomalalar, bir narsalar kelib chiqib qolsa, o'shalar butun meditsina xodimlariga isnot keltirib yomon nom oldirib qo'yayotgan hisobiga shu vrachlar yomon, boshqa yomon degan bir ikkita odam hisobiga butun sistema yomonga chiqib qolayotgan payti ham bo'lyapti.
Demak, bu siz aytganingizdek, birinchidan o'zini ishongan, yaxshi va to'g'ri deb bilgan uskunasiga yo'llanma berish bu normal holat. Jahon dunyo miqyosida ham, O'zbekistonda ham normal holat, ya'ni bir so'z bilan aytganda shundaymi? Ya'ni ba'zan odamlarda shunday tasavvur hosil bo'ladi, go'yoki bu apparat bilan bu vrachni o'zaro kelishuvi borda, qanaqadir bir protsenti daromadidan yoki protsentidan bir ulushi bor degan tushunchaga ham sabab bo'lib qolishyapti-da. Endi O'zbekistonda pullik bo'layotgan davolashlarda ayrim holatlarda shunaqa holatlar ham bor ekan, buni ham ko'rdik. Endi bu degani 100% shunaqa deb bo'lmaydi-da. U endi vrachchi vijdoniga havola deb qaraymiz, lekin bu albatta noxush holat. Chunki bitta ikkita doktor shunaqa qilishning oqibatida hali aytganimdek, butun hamma doktorlarga isnot kelib qoladi. Shunaqa qilinayotganlar ham bor, lekin hali aytganimdek 90% bunaqa emas. Shu o'rinda bir savol. Tasavvur shunday bo'lyaptiki, shifoxonaga borsangiz, burun og'rig'i bilan borsangiz ham meni kasalim, qorin og'rig'i bor bilan bo'lsa ham meni kasalim, xullas mana shunaqa holat. Ya'ni bemorga bemordek emas, ba'zan bir mijozdek qaragandek bo'lib qolyapti. Shunaqa yo bu xato fikrmikin? Hozir har bitta sohani o'zini doktori dunyo bo'yicha praktikada olib qarasak, men masalan Toshkentda siz aytayotgan narsada hali hammasini bitta doktor qarayotganiga guvoh bo'lganim yo'q. Birorta odamdan eshitganim yo'q bu narsani, bilmadim. Qayerda nima bo'lganini, sizlarnikini men tushunmadim, bilmadim, lekin bu narsa hozir dunyoda shunaqaki, tor mutaxassislik deydi. Ruschasiga узкий spetsializatsiya ko'proq tushunadi odamlar. Узкий spetsializatsiya degan narsa bo'ladi-da, oldinlari bitta vrach uchastkovoy vrach bo'lib o'tirib olardi, uchastka vrachi bo'lib turib, lo'rri ham ishini o'sha qilardi, ko'zni ham o'sha ko'radi, boshqa bor, bunaqa oilaviy vrach degani bor, unaqa ko'radiganlar bor. Ular umumiy qarab, ko'rib chiqib turib, qaysi bir yengil bo'lsa davolab chiqarib oladi yengilini. Lekin har bitta o'sha sohani og'irroq, o'rtacha va undan og'irroq bo'ladigan kasalini mutaxassisga yuboradi. U распределительный, xuddi hali qayerga kimni borishini ta'minlab berib turadigan hisoblanadi-da. Lekin uni og'irini ham o'zim davola olaman, qilaman deyishlik sal xato bo'ladi. Nimaga? Chunki hozir oldin узкий spetsializatsiya tor mutaxassislik bo'lgan bo'lsa, hozir o'ta tor mutaxassislik kelib chiqadi. Masalan, oftalmologiya sohasini oladigan bo'lsangiz, oldin ko'zni bitta doktor davolagan bo'lsa, hozir ko'zni davolashda uni glaukoma deganini bitta doktor davolaydi. Setchatkasini orqadagi setchatkalarni davolash uchun alohida doktor. Ragavitsada hali lazerni operatsiya qilish uchun alohida doktor. Ichida tor mutaxassislikga ichida o'ta tor mutaxassislik bo'lib kelib chiqib, hozir ko'p mutaxassislik bo'yicha xuddi shu holat kuzatilyapti. Nimaga deganda, o'sha narsani juda o'ta yaxshi kuchli biladi-da, o'ta yuqori malakali yordam ko'rsatila oladi o'shanda. Bu foydali. Ana shu narsaga qarab intiladi. Haligi ko'p kasalligi men o'zim davola olaman degandan ko'ra, har bitta kasalligi o'zini mutaxassisi, ya'ni unda ham o'shanda ham mayda chuydasiga ayniqsa ahamiyat beradigani bo'lsa, o'ta tor mutaxassis bo'lsa, undan ham yaxshi, o'shalar qilgani yaxshiroq. Agar hali jiddiyroq kasallik bo'lsa-da, yengilroq, oddiy masalan ko'zi shamollashi bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, burunda ozgina shamollash, nimadir ozgina yordam qilish kerak bo'lsa, uni lo'rrikini ham yoki bo'lmasa o'sha ko'z kasalligini ham, quloq kasalligi, u xirurgik yengilroq kasalliklar bo'lsa ham, oilaviy vrach uni qarashi mumkin. Uning uchun oilaviy vrach bo'lish kerak. O'sha u bo'yicha ham, oilaviy vrachlik bo'yicha ham chet ellarda o'zining maxsus sertifikati bo'ladi. O'sha sertifikat asosida qaraladi. Ajoyib. Bemor kelganda deylik retsept yozilishi Madina, deylik Saudiya va O'zbekiston tajribasida bir xilmi? Mana shu narsa juda ham qiziqarli narsa. Chunki biz endi u yerda ishlaganimizda hali aytganingizdek, hajga, umraga keladigan juda ko'p ziyoratchilar kelishadi. Ularni ozgina aylantirib, ziyorat qildirib, duolarni olishga harakat qilamiz. O'sha aylantirib yurgan paytda ular 3 ta narsaga ahamiyat berishadi. Birinchisi, ko'chalarda svetofor kam ekan, sizlarda svetofor yo'q ekan deydi. Haqiqatan svetoforlar har qadamga qo'yib tashalmagan, uzoq qo'yilgan orasi. Agar biror joyga chapga o'ngga kiraman desangiz, uzoqdan borib razvorot qilib kelib turib, keyin kirishingiz kerak bo'ladi. Bu birinchi. Ikkinchi ahamiyat beradigan narsasi ularni ko'chalarda gaylar yo'q ekan, politsiya yo'q ekan deydi. Haqiqatan ko'chada gay, politsiya ko'rmaysiz. Hamma yoq kamera, lekin kattaroq bitta narusheni qilib qo'yadigan bo'lsangiz, qonun qoidabuzarlik qilib qo'ysangiz, qayerdan yetib kelganini bilmay qolasiz. Mototsiklda kelib, mikrofonda gapirib, chekkaga chiqarib to'xtatib, jazo ko'radi.
ko'pincha kamerada qilinadi. Endi uchinchisi, ular ko'rishadi, sizlarda hech qayerda apteka juda yo'q ekan, hech qayerda apteka ko'rinmaydi deyshadi. Mana mana shu apteka masalasi juda og'riqli narsa O'zbekistonda. O'zbekistondagi, chunki har qadamda ham emas, даже bir qadamda ikkitadan aptekalar bor joylar ko'pda endi. Juda ham apteka ko'p. Bu narsa xuddi bir tashqarida odamlarda shunaqa fikr tug'dirarki, nima O'zbekistonda hamma kasalmi degandaqa ham tushuncha bo'lib qoladi-da. Saudiyada qanaqa? Saudiyada juda kam ko'rasiz apteka bor joyi. Lekin u aptekaga kirganingizda ham o'sha mana masalan shuncha joyda, kichkina joyda o'sha sotuvchi turgan bo'lsa, sotuvchining orqasida shkaflar bo'ladi, tortmalari bo'ladi, faqat shu yerda dori bo'ladi. Qolgan juda keng katta joy, qolgan hammasi pamperslar, zubnoy shotka, zubnoy pasta, shampunlar, kremlar, mana shunaqa narsalar bilan to'la bo'ladi. Dori faqat mana bu yerda. Ikkinchidan, uyda, uy sharoitida kapinitsa olish, ukollar qilish mumkin emas. Faqat tabletka beriladi. Ukol olish, kapinitsalar olishlar faqat kasalxona sharoitida qilinadi. Bu bittasi. Yana bittasi antibiotik masalasi. Bizda hali endi kasal birinchi bo'lib og'ir bo'lib borganda ayrim doktorlar tez shuni yaxshi qilib yuboraman deb turib, eng oxirgi pokoleniya antibiotiklardan boshlab qolishadi. Bu eng katta xatolardan bittasi. Antibiotikka tableskasi emas, kremi bor-ku, oddiy suradigan krem. Agar antibiotikli krem bo'ladigan bo'lsa, retseptsiz bermaydi uni. Retseptsiz umuman unaqa dorilar berilmaydi. Bu ichki iste'molga emas, balki qo'lga surtadigan shunchalik. Surtadigan, даже o'sha tashqariga surtib davolaydigan o'sha kremini ham retseptsiz berilmaydi. Bunga juda jiddiy qaraladi-da. Ko'pincha o'tda nima qilinadi? O'tda straxovoy meditsina, oldingi men 2 marta kun uzda intervyu olishganda, o'sha intervyuda ham gapirgandim buni. Straxovoy meditsinaga o'tmaguncha meditsinaning rivojlanishi unaqa kuchli bo'lmas ekan. Meditsina rivojlanishi uchun straxovoy meditsinaga o'tilish kerak. Nimaga? Sarflangan sarf qaytib kelish kerak. Davlat byudjetidan foydalanganda davlat bunaqa narsani ta'minlash juda ham qiyin. Amerika, Yevropa, o'sha Saudiya Arabistoni ham juda boy davlatlar qatoriga kiradi. Hech qaysi tekinga meditsinani ta'minlab bera olmaydi. Straxovoy meditsina bor. Straxovoy kompaniyalar to'lab o'shalarni davolanishini ta'minlab beriladi. Bu sug'urta kompaniyalar demoqchisiz-da. Va sug'urta kompaniya haqida so'z bo'lar ekan, bir voqeani aytib o'taman. Bundan bir necha yil muqaddam amakim adashmasam Polsha va Germaniya safariga yo'l olgan. Va Germaniyaga safari chog'ida yuragi pриступ bergan. Va yurak xuruji xurujdan boshqa bo'lgan, muolaja bo'lgan. Shuning fonida chetda bo'lgani uchun va muolaja juda bir katta summaga tushgan. Kelgandan keyin straxovoy kompaniyaga bersa, nari borsa bir $700 $800 adashmasam summani qoplab bergan xolosda. Bu keyin o'shandan keyin straxovoy kompaniyaga, ya'ni o'sha sug'urta kompaniyasiga tibbiyotda ishonch yo'q ekan degan xulosaga borib qolingan. Katta sug'urta kompaniyasi. O'zbekistonniki. Ha. Endi hozir sug'urta O'zbekistonniki yaqinda boshlandi. Hali unaqa rivojlanib qay darajada bo'ladi degan narsasini hozir bir narsa deyish qiyin, kamchiliklar bo'lish tabiiy bo'ladi unaqa holatda. Adashmasam o'tgan yili Sirdaryo oblastida birinchi marta sug'urtani boshlaymiz Sirdaryo viloyatidan boshlab degan gapni eshitdim bir. Hozir bilmadim qay darajada qayerda nima qilishadi, unisini bilmayman, lekin shu narsani eshitgandim. U sug'urtani yo'lga qo'yish ancha jiddiy narsa-da. Uni joyiga qo'yish kerak. Keyin ikkinchidan, masalan bizada oldinlari mashinalarni sug'urta qilganda ham mashinani turtib olsangiz, boshqa qilsangiz O'zbekistonda uni pulni ola olmasdingiz. Chet ellarda masalan urildimi, o'shani tekshirib ko'rib, qancha zarar ko'rgan bo'lsa, zararini to'liq qoplab beradi. Vaqti kelsa bir xilda sal oshiqcha ham tegib qoladi ana odamga. Mana hozirgi oxir paytlarda adashmasam, sug'urtani pulini mashinada agar har xil shikastlanish bo'ladigan bo'lsa, sug'urta pul to'lanadi, yaxshi beriladi degan gapni bir eshitganday bo'ldim. Xuddi shunaqa meditsina ham shunaqa bo'ladi. Hozir agar boshlanishida bu narsa hozir sal ozgina xatolar nimalardir bo'layotgan bo'lsa, bu hali yo'lga tushmaganini hisobiga deb hisoblayman men, lekin bu vaqt soati bilan hammasi joyiga tushishi kerak bo'lgan narsa. Busiz bo'lmaydi-da, chunki meditsina g'orga o'xshagan narsa, juda katta summa kirib ketadi. U yerda sarf juda katta bo'ladi. Hali yangi eng savremenniy apparaturalar, zamonaviy dori-darmonlardan foydalanish uchun katta summa talab qiladi. Agar uni o'rni qaytib to'ldirilmasa, pastga qarab ketaveradi-da, bo'lmaydi. Uni o'rni to'ldirilishi kerak. Uni o'rnini to'ldirish uchun o'sha pul qaytib kelishi kerak. U straxovoy kompaniyalar orqali qaytib kelmasa, uni xalq katta summalik pulni to'lab chiqib ketishi ko'pchilikka sal qiyin bo'ladi deb o'ylayman.
Shuning uchun ham bizda tekin qilib qo'yilgan. Lekin tekinniki sal ozgina sal kamchiliklari bo'ladi. Demak, meditsina tekin bo'lmasligi kerak. Meditsina tekin bo'lmasligi kerak. Yo'q. Lekin kasal to'lash kerak degani emas-da bu. Ko'pincha nima bo'ladi? Mana straxovoy deganda biz o'zimiz shuncha to'laymizmi deydi. Yo'q, uni ko'pincha qatga ishga kirayotgan bo'lsangiz, asosan 90% ishxona straxovaniya qilib beradi. O'zini ishchisini ishxona straxovaniyasini ham ta'minlaydi. Masalan, chet elda. Agar shu narsani yo'lga qo'yilsa, O'zbekistonda ham bu haligi odamlarga, haligi kam ta'minlangan oilalar bor, boshqa bor, ular nima qiladi degan savol tug'iladi-da. Ana o'shalarga bu yordam bo'ladi. Endi yana bitta narsani aytib o'taman, shu yerda aytib o'tmoqchi edim. Bir-ikki marta o'sha hali straxovaniya haqidagi gap bir necha yildan beri davom etib kelyapti-da. Bir eshitib qoldimki, shunaqa gap chiqqanda sotsialniy anaqada, tarmoqlarda mana doktorlar shu yerdan ham pul qilmoqchi, shu yerdan ham bir doktorlarga xuddi bir straxovaniya qilsa, doktor katta bir bundan daromad topar, ularga zo'r degandaqa tushuncha bo'lyapti. Yo'q, bu men hozir aytib o'taman. Straxovaniyaga o'tilishi, tibbiy straxovaniyaga o'tilishi bu doktorlarga juda ham katta bosh og'riq bo'ladi. Aslini olganda. Nimaga desangiz, chunki agar siz hozir mana bitta kasalni davolayapsizda, unga masalan dori-darmonlarni yozyapsiz. Siz agar haligi kasalga bitta ikkita dori-darmonni protokol bo'yicha, standart bo'yichadan bitta ikkita ortiqcha dori yozib yuborsangiz, straxovoy kompaniya sizni sudga berib, o'sha pulni sizga to'lattiradi. U yaxshi ekan. Lekin, yo doktorga yomon-ku. Yo'q, bemorga yaxshi ekan demoqchiman. Yo'q, endi yoki bo'lmasa bir ikkita dorini ortiqcha yozib yuborgan bo'lsangiz, ortiqcha yozib yuborsangiz, haligi straxovoy kompaniya to'lattiradi. Endi bitta ikkita dorini kamroq yozib qo'ygan bo'lsangiz, nimanidir hisobga olib turib yoki nimadir bo'lib, unda bemor sizni sudga beradida, mani anaqa bo'yicha, straxovaniya bo'yicha, men davomida mana bu dorilar protokol bo'yicha qilinish kerak edi, bu doktor menga qilmadi desa, uning uchun ham doktor javob beradi. Ikkita tomondan ham doktorga mas'uliyat turibdi. Shuning uchun u doktor u yerda bir pul topib yuborish, boshqa qilish emas, naborot unga bosh og'riq ko'payadi. Har bitta narsani protokol bo'yicha joy-joyida to'g'ri yozish bo'ladi unda. Mas'uliyatni his qilgandan keyin hali aytilgandek davolash ham ancha oldingidan ko'ra boshqacharoq bo'ladi. Lekin bir narsani quvontiryapti. Yuqorida siz aytib o'tdingiz, oldinga nisbatan ancha rivojlanish bor. Va shaxsiy tibbiyotmi, nima deydi? Частный xos, ha. Xos klinikalar sababli ancha bir rivojlanish bor degan gapni aytdingiz va bunga qo'shilaman. Sababi oxirgi paytlarda ko'p kuzatyapmiz. O'rta Osiyodan, Qozog'iston bo'ladimi, Qirg'iziston bo'ladimi, Tojikiston bo'ladimi, ko'p joydan O'zbekistonga, aynan Toshkentga yoki bo'lmasam boshqa bir viloyatlarga ham bordir. Lekin Toshkentga juda ko'p ko'ryapman. Aynan shifoxonaga, ya'ni meditsina uchun, tibbiyot uchun kelayotganligiga ko'p guvohi bo'ldim. Chunki men o'zim ham bir emas, bir necha marotaba o'zimizni tanigan, bilgan chet eldagi, ya'ni O'rta Osiyodagi do'stlarimizni, yaqinlarini, kimnidir ota-onasi, kimnidir o'zi kutib olib, bir necha marta kuzatishga guvohi bo'ldik-da. Ya'ni bu albatta quvonarli hol. Xudo xolasa, endi biz istaymizki bu gaplarimiz bilan O'zbekistondagi tibbiyotni yomonlash emas, balki yanada ham yaxshi bo'lsa, hammamiz uchun yaxshi. Men o'zim chunki bir emas, bir necha marotaba pand yeganim uchun, xudo xolasa, insonlar pand yemasin, yanada yaxshi bo'lsin degan niyatimiz bor. Shuning uchun tibbiyot xodimlaridan biz oldindan uzr so'raymiz va ularga cheksiz hurmatlarimizni izhor qilib qolamiz. Bitta narsani qo'shimcha qilib o'taman sizga, qarang. Bir xilda aytishadi, mana chet elda zo'r, O'zbekiston doktorlari yomon deydi. Yo'q, men hech qachon O'zbekiston doktori yomon deb hisoblamayman. Yomon deb hisoblamayman. Nimaga? Mana o'sha yerda bitta doktor edim. Chet elga chiqib ishlavdim. O'tdagi manaman degan yaxshi doktorlardan yaxshi ishlab yuribmiz, alhamdulillah. Bunga ko'pchilik mana guvoh bo'layotganlar bor. Bizlar bilan birga mana bir nechta yana O'zbekistondan doktorlar borishdi, bitta klinikada ishlayotdik. Ular ham xuddi shunaqa maqtashadi. O'zbekiston doktorlari zo'r ekan degan tushunchaga kelgan ular. Nimaga? Chunki haqiqatan ham bizani o'zbeklar mehnatkash, o'zini ustida ishlaydi, harakat qiladi. Lekin bitta misol aytaman-da, qarang sizga. Hozir masalan, mana bu Formula 1 bo'yicha, Formula 1 bor-ku. Mashinada poyga. Xuddi shu bo'yicha faraz qilingda, o'zbekistonlik bir odam poygachi chet elda chempion bo'ldi. Chempion bo'ldi-da, uni O'zbekistonda qarab turib, buni O'zbekistonga olib kelaylik. Bu shu O'zbekistonni o'zida chempion bo'lsin naborot. O'sha yaxshi bo'ladi-ku o'zimizga deb chaqirtirishdi O'zbekistonga. U yoqda hali Bugatti, Ferrari, Mercedes yo boshqa har xil Lamborghinilar bilan birinchilik olib yuruvdi. Endi O'zbekistonga olib kelishdida ko'z oldiga keltiringda,
Bo'ldi deb keldi, undan so'rashyapti. Qancha oylik olarding yerda deyapti. 1 million deyapti masalan, 1 yilga. Biz senga 1,5 million beramiz, lekin O'zbekistonni chempion qilib berasan, sen bizada bo'lib chempionlik chiqasan deyapti. Xo'p, mayli harakat qilaman dedi-da, olib chiqib turib Cobaltni berishyapti-da, o'tirmamganda bizga chempionlik olib ber deyapti. Olib bera oladimi? Ani ming usta bo'lsa ham. Doktor ham xuddi shunaqa. Doktorni yaxshi ishlashi uchun, odamlarga ko'proq naf berishi uchun uni materialniy baza bor-da. O'sha materialniy bazani yaratib berish kerak. Apparatura, zamonaviy apparatura bilan zamonaviy dori-darmonni qilib bering, chet eldan zo'r ishlaydi. Mana hozir xos klinikalarda borib ko'ryapman, uncha chet ellikdan zo'r qilyapti. Ko'p operatsiyalarni. Ularni xudo xolasa inshaalloh men umid qilaman, kelajakda mana shu doktorlarga agar sharoit yaratib berib tursa, hozir mana men ketgan paytimda oyliglar men Zaf kafedra professor bo'lib turib dollarga hisoblaganda $200 ishlardim. Men oyligim $200. Men Zaf kafedra professorman. Kandidatlik tibbiyot fanlari nomzodi, doktor tibbiyot fanlari, doktor tibbiyot fanlari, doktor degan unvonlarni olish uchun bilasizmi, u igna bilan quduq qazganda qancha ishlash kerak. Shularni hammasini o'tgan odam shunaqa olardim. Hech narsa ilmiy unvoni yo'q bo'lgan, meni qo'limda ishlayotgan kafedradagi assistentim endi bitirib magistraturani bitirib, menda endi masalan domla bo'lib ishlayapti, dars beryapti. U mendan bir nari borsa $20-30 kamroq oylik olardi. Daraja, ya'ni men shuncha u narsaga erishib turib, undan $20-30 gina ko'p pul olardim. Chet elda nima qiladi? Chet elda 3 ta tabaqa bor-da doktorlarniki. Rezident deydi, spetsialist deydi, konsultant deydi. Rezident degani endi institut bitirib, internaturani o'zini bitirgan bo'lsa-da, bitta soha bo'yicha 1-2 yil yordam berib qarashib yurgan bo'lsa, помощник vrachcha bo'lib, u rezident bo'lib ishlaydi. Uni oyligi $1,000-1,500 oylik oladi. Ikkinchisi spetsialist deydi, u endi klinik ordinatura yoki magistratura bitirgan bo'ladi, 1-2 yillik staji bo'ladi, 2-3 yillik. U endi spetsialist bo'ladi. Undan yuqorida u undan 2 barobar ko'p pul oladi. Uchinchisi konsultant degani, konsultant endi yo o'sha PhD qilib hali kandidat nauk bo'lgan bo'ladi, tibbiyot fanlari nomzodi bo'lishi mumkin, yoki o'zi konsultantlik o'zi unvonini beradigan o'qishlari bor, 5 yillik, Saudi board deydi. O'shunaqalarni bitirgan bo'lsa, ular konsultant bo'ladi. Endi u spetsialistdan 2 barobar ko'p pul oladi. Farqi bor-da, intilish, motivatsiya bor. Qaysi biriga intilish, qaysi birini bo'lish. O'zbekistonda aytayapman, men doktor nauk bo'lib turib, $20-30 farqli Zaf kafedra bo'lib bo'ynimda qancha mas'uliyat, shunaqa bo'lib ishlaganmiz-da. Hozir mana oxirgi paytlarda ko'ryapman, частный klinikalarda, ya'ni xos tibbiyot muassasalarida oyliklari ham xuddi o'sha pullik bo'lgan hisobiga doktorlarning oyligi ham, topish tutishi ham, o'sha yaxshi ishlayotgan sharoiti ham yaxshi, ishlatayotgan dori-darmoni-yu, kasalga berayotgan yordamini kvalifikatsiyasi ham yuqori. Buni fonida davlatlarniki ham xuddi shunga yetib olishga harakat qilyapti. Davlatniki yomon deya olmayman. Bizlarni doktorlar zo'r, men sizga aytaman. Ularga sharoit yaratib berish kerak, ularni to'g'ri tushunish kerak, qo'yib berish kerak ishlashga. zo'r. Faqat boyagi suhbat chog'ida aytib o'tganingizdek, retsept yozishda sal kamroq yozish kerak ekan, xolosa. Biz shunaqami? Mana shu narsada standart degan narsa bor. Standart degan bitta narsani yana qo'shib o'taman. Endi gap cho'zilib ketayotgandir balki, bitta narsani qo'shib o'tmoqchiman. Mana O'zbekistonda agar men oldingi hali Kun.uzga intervyu berganimda ham, unda ham bu gapni aytgandim, yana takrorlamoqchiman. O'zbekistonda biror odam kasal bo'lib qoladigan bo'lsa, darrov unga qatdan qanaqa yaxshi doktor topib kelib, qanaqa qaratsa ekan deb boshlanadi. Mana u kasal bitta kasalxonada yotibdi. Kasalli akasi darrov bitta bansaga borib, tez bitta tanish topadida, bitta doktorni yetalab keladi. Olib keladida, mana shu doktor ko'rsin, bu juda ham kuchli mamlaqa doktor, bu ko'rsin, u kiradida 2-3 ta haliginga dori qo'shib yozadi. O'zi otgan dori-darmonlar hammasi ana doktorlar to'g'ri yozayotgan bo'lishi mumkin. Chunki bu ating keldi, ataylabdan hech narsa qilmasdan ketsa, nimaga olib kelding buni deydi. Olib kelganga qo'liga 1-2 so'm berar balki. U endi hali 2-3 ta dori qo'shadi. Endi ana uni tog'asi yo amakisi boradi-da, boshqa bansada yana bitta olib keladi. U yana bittasini olib keladi. U o'zini dorisini qo'shadi. Mana shunaqa narsa bizda juda kuchli rivojlanib ketgan, buni to'xtatish qiyin bo'lgan narsalardan, buni qilib to'xtatish kerak. Lekin chet elda, masalan, shu Saudiya Arabistonida men mana 14 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, birorta mutaxassis boshqa klinikaga borib turib, o'zini sohasi bo'yicha boshqa klinikaga borib turib, mana bunaqa emas, mana bunaqa qilish kerak deganini hech qachon eshitganim yo'q. Chunki hammasini urug'ini teng, bir xil. Ular bir xil bilishi shart. Bittasi ikkinchisidan ko'p kam bilishi mumkin emas. Standart degan narsa bor. U standartdan bitta dori ortiqcha ham yoza olmaydi, bitta dori kam ham yoza olmaydi. U borib dori qo'sha olmaydi. Gapingizni tasdig'i sifatida aytaman. Yaqinda biz ba'zan
mahallada bo'lgan lor bor. Ba'zan haligi quloq, tomoqqa og'riq bo'lgan masalalarda borsak, u lor kechqurun ishlagani uchun umuman boshqacha dori darmon yozadi. Keyin ertasiga tong otgandan keyin haligi doimiy boradigan bir yaxshi zo'r do'stimiz bor, Aziz aka. Menimcha Toshkentdagi eng yaxshi yosh lorlardan biri deb o'ylayman, Aziz Uzakov. Ularga murojaat qilamiz. Ular bir kun kechasi bir kun oldin yozgan dorining tamomiy boshqachasini yozadi, o'chirib tashlaydi. Yo'q, bular kerak emas. Siz aytganingizdek antibiotiklardan boshlaydi. Yo'q, nima keragi bor antibiotik deydi. Antibiotik eng so'nggi bosqich. Mana bulardan boshlaylar. Boshqa dorini 2 barobar kamaytiradi va eng yengillaridan boshlaydi. O'shanda o'ylanib qolaman, siz aytganingizdek balki bir shu protokol bo'yicha ishlamasligida ham masalan doktorlarni o'zini ayblab bo'lmaydi-da. Doktorlar har xil ishlab, har xil qilyaptimi? Demak, biz to'g'ri o'qita olmadik ularni. Ularda konkret o'qitdi, shu narsani talab qiladi, shu narsa bo'yicha ishlaydi. Bizda hamma har xil qilyaptimi? Demak, bir xil o'qita olmadik-da hammasini. Bir xil tarbiya berib, bir xil o'qitib, bir xil anaqa protokol bo'yicha o'qitishni yo'lga qo'yib bera olmadik-da. Bu o'qitish sistemasidagi katta bir kamchilikdan bittasi deb hisoblayman. To'g'ri, vrachlarning o'zida dangasalik, hali aytgandek boshida aytib o'tdim, dangasalik hisoblagan bo'lishi mumkin, o'sha paytda o'qimagan bo'lishi mumkin boshqa. Lekin ko'proq o'qitish sistemasini isloh qilib, shuni yaxshilash kerak. Eng asosiylaridan bittasi, yana oldingi intervyularni aytgan, yana qaytarib aytaman, meditsinani o'qitishni 100% ingliz tiliga o'tkazish kerak. O'sha Saudiya Arabistoni ham yoki bo'lmasa mana yahudlar juda ham aqlli, hamma narsani juda boshqacha hal qiladigan xalq. O'zini tiliga juda qattiq ahamiyat beradi. O'shalar ham o'sha o'zini davlatida hamma dunyo bo'yicha hamma o'zini davlatida o'zini tiliga juda qattiq yaxshi ko'rib, o'zini tilida hamma fan o'zini tilida o'tiladi. Lekin meditsina u haligi o'rta tibbiyot xodimini tayyorlaydimi, vrach tayyorlaydimi? Boshidan oxirigacha faqat ingliz tilida. Ingliz tilida bo'lmasa, meditsinada shunaqaki 3-4 yilda, uzog'i bilan 5 yilda meditsina yangilanib turadi. Uni yangilanganini bilish uchun internetda ingliz tilida informatsiyalarni o'qish kerak. Ana o'sha narsada agar ingliz tilini bilmasa, u narsani o'qiy olmaydi, bila olmaydi. O'shani yetishib yurish uchun ham dunyo miqyosida konferensiyalarga borish, qatnashish ularda ilmini doim yangilab borish, bu narsalar hammasi o'sha ingliz tilini talab qiladi-da baribir. Suhbat juda bir mazmunli o'tyapti. Qozon boshiga o'tishdan oldin so'nggi savolimni bermoqchi. Chunki suhbat yaxshi bo'layotganda ovqat ikkinchi darajaga tushib qoldi, to'g'risi. So'ramoqchi bo'lganim, zamonaviy meditsinada, zamonaviy tibbiyotda Ibn Sinoni, Avicennaning o'rni. Abu Ali Ibn Sinoni o'rni. Bu nafaqat o'zimizni O'zbekiston miqyosida, balki tajribadan kelib chiqqanda jahon miqyosida. Ibn Sinoni baribir o'sha hali dunyo bo'yicha meditsinani otasi deb tan olinadi. Dunyo bo'yicha meditsinani otasi deb tan olinadi. Endi bu degani lekin faqat meditsinada o'sha Ibn Sino aytgani o'zini qilish kerak deydiganda bo'lib qoladi-da bir xillar. Traditsion davolash bor, notraditsion davolashlar bor-da. Masalan, o'sha ko'pchilik tabiblar biz o'sha institut o'qiganimizdan beri shunaqa holat bo'ladiki, kimdir tabiblar zo'r, faqat tabibga borish kerak. Tabiblar to'g'ri qiladi deb o'ylaydi. Kimdir o'ylaydi, yo'q, zamonaviy tibbiyot yaxshi, mana shuni o'zini qilish kerak deb o'ylaydi. Yo'q, bularni ikkitasini birlashtirib, qaysi birida qanaqa to'g'ri davolashga yordam beradigan joy bo'lsa, qo'shish kerak deb hisoblayman. Chunki bu bir-biridan ajratib bo'lmaydigan narsa-da. U birdan meditsina ma'no qilib keldida faqat boshqachaga aylanib qolmadi-ku. O'zgarib qolmadi-ku. Buni birlashtirish kerak. Eski tibbiyotdagi o'sha eskirgan, hozirgi paytga qo'llab bo'lmaydigan joylarini chiqarib tashlash kerak. Zamonaviysinikini, o'zinikini olish kerak. Issiq mijoz, sovuq mijoz degan narsalar, ho'l mijoz, quruq mijoz degan narsalar unutilib ketdi. Hozir zamonaviy meditsinada bu narsalar yo'q-da. Agar shularni ham hisobga olib davolanadigan bo'lsa, men o'ylaymanki, bular ham yaxshilikka bo'lsa kerak deb o'ylayman. Buni birlashtirish kerak-da. Keyin dunyo bo'yicha hali aytganingizdek, buni roli deganingizda, masalan, o'sha Saudiya Arabistonida ham Jiddah shahrida Ibn Sino degan tibbiyot universiteti bor. Ibn Sino nomiga ochilgan. Ibn Sino. Shunaqa tibbiyot meditsina anaqasi bor. Adashmasam, anuda Dubayda anularni ko'rdim, aptekalarni ko'rdim adashmasam. Ibn Sino nomli ko'p tarmoqli nima edi, dorixonalarga ko'zim tushdi, ko'rib quvondim albatta. Endi hozirgi o'sha
tibbiyotni rivojlanishida katta turtki bo'lgan o'sha narsani fundamenti bo'lgan o'sha Ibn Sinoning ta'limotlari bo'lganda baribir. Meditsina tabobatni nima deydi? Ya'ni xalq tabobatni, misol uchun hozirgi kunda esimda bor yoshligimizda hamma shu kashpirovskiy orqali shifo topadiganlar ham bo'lardi, ekstrasenslar. Hozirgi kunda silab davolaydiganlar chiqib qoldi, boshqa har xil tabiblar chiqib qoldi. Ya'ni zamonaviy meditsina tabobatni, xalq tabobatini nima deydi? Aytdim-ku sizga, hali xalq tabobatida ishonsa bo'ladigan, davoga yordam beradigan joylar bor, yordam bermaydigan joylar bor. Ular o'rganilishi kerak-da. Birdaniga birovni qoralab ketish ham yoki birov mana shu zo'r deb ketish ham ikkitasi ham noto'g'ri. O'rganish kerak. O'shani davolayotganni masalan bir xillar sharlatanlik qilyapti deydi bir xillarni, masalan o'sha silab davolayotganlar masalan. Men to'g'risini aytsam, men bir narsa bilmayman. Bu narsani rostdan shunaqa bo'lsa, men yomon gumonga borgim kelmaydi, to'g'risi. Balki rostdan shunaqadir, balki sharlatanlik qilayotgan. Uni tekshirish qiyin emas-ku. Og'ir kasallarni olib borish kerak. Xuddi o'sha davolayotgandaqa kasallarni olib borib qarash kerak, o'shalarga yordam. Lekin bitta narsa bor, meditsinada hech qachon bitta metod, bitta davolash usuli 100% hammaga yaxshi ta'sir qilmaydi. Dori ham xuddi shunaqa. 100% hammaga yaxshi ta'sir qilmaydi. Shunaqa ham bo'lishi mumkin. Lekin hech bo'lmaganda o'shalardan nechidir foiziga yordami tegayotgan bo'lsa, foydalanish kerak u odamdan. Men shuna hisoblayman. Lekin agar sharlatanlik bo'ladigan bo'lsa, uni tezroq tekshirib, ko'rib, sharlatanlik bo'lsa to'xtatish kerak unaqa narsani. Odamlarni aldanishga qo'yish kerak emas. Lekin foydasi tegayotgan bo'lsa, o'rganib chiqib turib uni qiyin narsa emas-ku. Orqadan hadeb uni qilyapti, buni qilyapti deb gapirish ortiqcha kerak emas. O'rganish kim o'rganadi odatda? Bir qanaqadir muassasalar o'rganadimi yoki oddiy xalq borib o'rganadi? Yo'q, oddiy xalq o'rgana olmaydi. Uni o'sha tibbiyot bo'yicha mana vazirlik bor-ku. Sog'liq saqlash vazirligida menimcha shu bo'yicha shug'ullanadigan mas'ul insonlar bo'lishi kerak. Ana o'shalar bu narsani tekshirib, o'rganib, bu fenomen bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin-ku. Xuddi shuni tekshirish kerak. Agar rostdan shunaqa bo'ladigan bo'lsa, undan foydalanish kerak. Agar sharlatanlikda bo'layotgan, buni hozir necha yil vaqtlardan beri cho'zilib kelyapti-da bu gaplar. Nahotki shuni hal qilib bo'lmaydi, bir narsa qilib tekshirib bo'lmaydi deb ham o'ylayman bir xilda. Lekin birdaniga birovni men yomonotliq ham qilmoqchi emasman, to'g'risini aytaman. Yo shu yaxshi deb ham ayta olmayman hozir. Ajoyib. Demak, biz haligi gap bilan bo'lib ovqatimiz kechikib ketdi. Ovqat kechiksa mayli. Hammasi joyida. Endi ozgina filtr suv qo'shib yuboraman. Haligi ozgina sochni sizdi. Qo'limni yana bir bor yuvdim. O'zi zotan efirdan oldin yuvdik-ku. Lekin shunga qaramasdan yana yuvib, keyin buni aralashtiramiz va do'lmalarimizni, behilarimizga do'lma solamiz. Saudiya bilan O'zbekistonning meditsinasini farqlari haqida so'radingiz, hozir narsa esimga tushdi. O'sha so'ragandingiz, shu bo'yicha bir narsa hozir esimga tushdi, qo'shimcha qilmoqchiman-da bir narsani. Masalan, meni o'g'lim ham o'qidi-da u yerda, o'sha meditsina bo'yicha universitetda o'qidi, o'shanda ayrim narsalarning guvohi bo'ldim. U yerda 3 ga o'qigan bolalar doktor bo'lib bitira olmaydi-da. Doktor bo'lib bitira olmaydi. Bizda masalan, ayrim studentlar o'tolmay qolsa yo boshqa qilsa, bu menimcha pul to'lab qo'ygan, kontrakt to'lagan, 1-2 ming kontrakt to'lagan, shuni 3 qo'yib bo'lsa ham bir o'tkazib yuboringlar deb o'tkazib yuboradigan holatlar bo'lardi-da oldin. Hozir bilmayman bu narsa qanaqa. O'sha men ketgan paytlarimda shunga o'xshagan holatlar kuzatilardi. Menga yoqmasdi shu narsa. Chunki chala bilim bilan o'tkazib yuborilgan, u keyin kelajakda doktor bo'lib, u qayerdadir nimadir asoratli ishlar qiladigan bo'lsa, kasallarga zarar bo'ladigan bo'lsa, unga kim javob beradi-da masalan. Lekin shunaqa holatlar bo'lgan oldin. Hozir balki bu narsalar to'g'rilangandir, lekin 3 ga bitirgan doktor 3 ga bitirib turib u kasal davolash kerak emas-da. Kasalni ham 3 ga davolaydi-da keyin. U 3 ga davolaydi degani bir qancha kasalni o'limiga sabab bo'lib qolishi mumkin degani-da. Shuning uchun u meditsinada o'qigan asosan 5 ga, hech bo'lmaganda 4-5 ga o'qish kerak-da. O'zbekiston siz aytganingizdek eng qisqa vaqtda ham tibbiyot turizmida, ham gastronomiya turizmida eng ilg'orlardan bo'lishini tilab qolamiz. Biz esa qozon boshiga o'tdik. Oradan 1 soatda taxminan 20 daqiqa o'tdi. Umid qilaman ovqatlarimiz pishdi. Xo'ja aka, bo'lmasam
Bismillah boshlaymiz-a? Qani. Buni hidini uzatsangiz-da. Maşallah. Dimlamamiz tayyor bo'ldi. Haligi bexiylik do'lma. Ovqatimiz tayyor bo'ldi. O'choq boshi dasturining kuzatuvchilariga har birlarining xonadoniga fayz baraka va sihat salomatlik tilab qolamiz. Bugungi dasturimizda bizga foydali, qimmatli maslahatlarni bergan Abror akaga o'z minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Rahmat. Ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar. O'choq boshida dasturining YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Agarda suhbatimiz foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan ulashasiz degan umiddamiz. Doimo sog' va salomat bo'ling.